Tushunyapsizmi? 24 soat ishlash shart emas. 25 soat sutkasi ishlasang ham Alloh yozganni oshchasi kelmaydi. Kofir bo'lsang ham, fosiq bo'lsang ham, taqvodor bo'lsang ham o'sha rizq keladi. Bitta farqi iymonli, taqvoli bandaga barakasi bilan keladi. Fosiq fojirlarga o'sha rizq keladi, lekin baraka bo'lmaydi. Modomiki ish qilyapsizmi? Xato bo'ladi albatta. Xatolarni to'g'rilash imkoniyati bormi? Bor. Muhimi aldamayapsizmi? Muhimi xiyonat qilmayapsizmi? Bu yo'lda shu xatolardan ibrat olib, nasihat olib oldinga yuraveramiz. Bizni kuchli qilgan omil xatolarimiz o'zi. Baribir g'alaba sabr bilan birga bo'ladi. Inna ma'al usri yusra. Har bitta mashaqqat bilan birga bir qancha yengillik bo'ladi. Yolg'on gapirib 100 so'm toping, rost gapirib 5 so'm toping. G'ish qo'yib topgan 5000 so'm g'ish purish puli bilan qimorvozni topgan 10 ming so'mni solishtirib ko'ring.